mana shu zarachi joyi ekan akalar. Shu yoqdan zaratga qo'ysa bo'lar ekan. Elektrosamosval 1 soatda to'lar ekan. Pagurchik 40 minutda to'lar ekan. Bu yerda ekskavator turibdi, uni ham ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Endi akalar, hadoy chastka o'tamiz. Gidravlik bachoklarni ko'rishimiz mumkin. Oldi ham resorlik, ikkita mostdan oddiy независимый most, orqasi ikkasi reduktorli уже, ikkita most harakatga keltirilgan, orqasi privati. 8 karra to'g'ri ekan bunda. Insholarni ko'rishingiz mumkin. Bu gidravlik qismini ishga tushirish uchun. Dvigateli chista elektr, hech qanaqa bu yerda gibrid yoki bir boshqa dvigatel aralashmagan, faqat elektrический dvigatel. Takslarni ham ko'ramiz. Motorlar. Gap yo'q, XMG kompaniyasini oldingi safar 16 tonnani ko'rgandi, endi 20 tonnadan ko'proq yuk ko'taradigan avtosamosval akalar endilikda. Akalar, ma'lumotlar qiziq bo'lsa kuzatishni davom etinglar. Tez orada ko'proq ma'lumotlar bilan ulashamiz. Charchamanglar.